많이 Juda 놀라셨죠? hayajlanayapsizmi? 네. Ha? Ha, 네. ha. 네, Lekin bu sizni judayam hayajonlantiradi. 왜요? Nimaga? Xavotir olmang. Natijalarga ko'ra qisman amneziya. 네? Nima? Xotira 기억 yo'qolishimi? 상실증이라고요? Qisman xotirani yo'qotish ko'pincha baxtsiz hodisalar oqibatida ayrim narsalarni unutib qo'yishga sabab bo'ladi. Dissotsiativ amneziya. Bo'lishi mumkin emas. Buni hech qanday yo'l bilan bartaraf etib bo'lmaydi. Unda xotirani tiklanishiga xalaqit beruvchi jarayonlar mavjud bo'ladi. Endi odatdagidek harakatlanishingiz muhimdir. Tushuntira oldimmi? Ha, doktor. Ko'p tashvishlanmang. Davolanish orqali tuzalishi mumkin. Lekin 근데 shunday 이런 일이 bo'lishi 일어날 수도 mumkinmi? 있나요? Hamma narsa bo'lishi mumkin. 기억 Amneziya. 상실증? Bu 나에게 faqat 영화에서나 생길 filmlarda 법한 일이 bo'lishi 일어났다. mumkin. Yaxshimisan? Ha, 네. boshliq. Bu nimasi? Ishdan chiqqanimizdan keyin sevgan qizim bo'lishing kerak emasmi? Sevgan 친구. qizingiz. Direktor deb chaqirishingga har doim hayratlanaman. Demak, 그러니까 meni 제가 Bilaman. Senga noqulay. Kel, boshidan boshlaymiz. Men ham xuddi shuni his qilyapman. ha, Men iloji boricha harakat qilaman. Xo'pmi? xo'p. Boshliq 이사님이 mening yigitim ekanligini 남자친구라고 aytyapti. Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. 네. Orada uyg'onib ketmadingmi? 네. Ha, Sendan xavotirlandim. Vaqt o'tishi bilan hammasi o'zgaradi. Tuyg'ular chalkashganga o'xshaydi. Ko'p xavotirlanma. Xotiralaring qaytadi. Albatta, doimgidek bo'ladi. ha. Jiho 지우 씨도 yigitim 내 ekanligini 남자친구라고 aytyapti. 한다. Nona, Ha, nima haqida o'ylayapsan? Hali ovqatlamagansan, to'g'rimi? Qara, buni senga olib keldim. Bunday vaqtlarda yaxshi ovqatlanishing kerak. nega birdaniga? Mirdaniga? Nega ekan? Bu yigiting qila oladigan eng oson narsa. Sevgan yigitim? Senga yoqmadimi? Agar buni yesang, keyin bilib olasan. Unaqa emas. Nona, seni yoningda bo'lganimda hech narsadan tashvishlanmayman. Bardam bo'l. Gonu 건우도 ham yigitim 내 ekanligini 남자친구라고 aytyapti. 한다. 3다. Bir, 하나. ikki, uch. Demak, mening 3다 yigitim bormi? 셋이라고? 어쩌다 Bu 이런 일이 qanaqasiga 일어나게 sodir 될까? bo'ldi?
Har kuni balig'imni boqar edim 주는 va 그냥 oddiy 평범한 hayot 일상이야. kechirar edim. Uyim ham, 집이나 yuragim 마음이나 ham tartibsiz 그렇다긴 bo'lib ketdi. 마찬가지네. Bilmay qoldim. Bu yerda 나에게 특별한 일이 faqat men 일어나는 bilan 것은 ancha narsalar sodir 그렇겠뿐인데. bo'layapti. Bu aqlga sig'maydi. Hozir buni ijtimoiy tarmoqqa joylasam ko'p layklar olaman. Bilmayman. Kechga nima yesam ekan? Ha, menda sandvichlar bor. Mazalimikan? 밥 먹었어? Ovqatlandingmi? Ha, 먹고 ovqatlanyapman. 있어요. Uying atrofidan o'tayotgan edim. Har doimgi joyimizda bo'laman. Bir rovga chiqa olasanmi? Hozirmi? 지금요? 한 30 daqiqadan keyinmi? Xo'p, 네, yaxshi. 알겠어요. 도착하면 Senga 연락할게. xabar yozaman. 네. Xo'p. Bunday vaqtlarda yaxshi ovqatlanishing kerak. Buni tayyorlagan oshpaz juda ham yaxshi. Minnatdorman. 감사합니다. Ichida qimmat sushi bor. Isrof qilma. Xo'p. Qo'ng'iroqqa javob beraver. Yo'q, shart emas. Mayli, lekin shoshilinch bo'lishi mumkin. Ha, 네. ha, eshitaman. Sog'misan? Ha, Kechki ovqat vaqti bo'ldi. Tashqariga chiqa olasanmi? 괜찮아. mayli. Men unchalik yaxshi bilmayman. Seni uying yonida to'xtab turaman. Xo'p, tushunarli. Yana qo'ng'iroqlashamiz. Kim ekan? 어, Do'stim, Rostdanmi? Yaxshi dam ol. rahmat. Xayr. Bo'ldi, ichkariga kir. Dadam. Bu 이게 nima? 뭐예요? Jenshinli tovuq sho'rva. Sog'lom bo'lishing uchun vitaminlar qabul qilishing kerak. 남기지 말고 다 먹어. Ovqatni orttirib 알겠지? qoldirma. Xo'p, Men ketdim. yaxshi bo'l. Xotira yo'qolishi. Sandwich, jenshenli tovuq sho'rva, sushi. Uchta yigit bo'lishi. Rostdan bilmayapman. Birinchidan, men ularning har biri bilan tanishishim kerak. Ha, ularni qanday insonligini bilishim kerak. Gonu, 건우야, 누나. Nona. ertaga nima qilasan? O, uchrashuvmi? 어, Yana nimanidir o'ylab qoldingmi?
Kel, yana ertaga kinoga tushamiz. Ha, 좋아. yaxshi. 알았어. 내일 봐. 응. Namuncha 이거는 yoqimli 좋다. hid. Mening hayotim Yoki shunday yomon qilib kunga kinoga aylandi. Ko'zlarimni ochganimda amneziya va yana 그리고 3 ta yigitim bor edi.